Bu darajadagi qo'rqinchli maktabni hali ko'rmagansiz. Amerikaning eng qo'rqinchli shaharlaridan biri Clevelanddagi ikkinchi tashlandiq joyga ekspeditsiya. Kris ismli bu odam mana shu shahardagi 13 yildan beri faoliyat yuritmayotgan tashlandiq maktabga ekspeditsiyaga bordi. Voqeani boshida u yuqori qavatlarda qadam tovushlarini eshitsa-da, hududni kuzatishda davom ettirdi. Lekin sinfxonalarning birini doskasida "Bu joyda yolg'iz yurma, kirish mumkin emas" degan yozuvlarni ko'rib, biroz hayron qoldi. Shunday bo'lsa-da, u boshqa xonalarni ham o'rganib chiqishni boshladi. Navbatdagi xonalarning biriga kirib borar ekan, kimdir bu yerda yashayotganini izlarini payqay boshladi. Bu qichqiriqdan qo'rqib, Kris binoni tark etdi, lekin u suratga olgan videolarning birini ko'rib chiqayotganida mana shu odamni uzoqdan o'tib ketayotganligini sezib qoldi. Endi tasavvur qiling, Kris o'sha odamni videoga olgan bo'lsa-da, uni sezmasdan butun binoni ekspeditsiya qilib chiqqan, lekin o'sha odam Krisning ekspeditsiyasi davomida uni to'laqonli kuzatib yurgan va qandaydir unga xavf tug'dirishi ham mumkin edi. Shu sababli Kris mana shu maktabga boshqa qaytib kelmadi. Agar sizga voqea yoqqan bo'lsa, fikringizni kommentariyada yozib qoldiring va keyingi videolarda ko'rishguncha